Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilning iyun oyi oxirlarida biz uyga fasadni plitka qilish nech pulga tushadi deb ko'pchilik savol beryapti. Hozir ayni damda asli euro tayyorlayapmiz. Fasadni plitkamizni trenddagi rangi sariq qora rangimiz, ko'rishingiz mumkin. Shoflari ham juda yaxshi, chiroyli chiqqan. Orqasida tunikasi bor. O'sha trenddagi rangimiz. Xo'p. Fasadni plitkalarimiz mana shu yerda tayyorlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, sifatli rezina qoliplarda. Plitkamizni devorga turishi mana qanaqa turadi? Trenddagi rangimiz aytganimizdek. Ushbu plitkamizni hozirgi narxi 80 ming so'mdan, agar kvadratingiz 200 kvadratdan oshiq bo'lsa 75 ming so'mdan ham qilib beramiz. Marhamat.